Bismillahirrohmanirrohim. Aziz o'quvchilar, Mabdaul qiroat kitobidan 43-darsimizni boshlaymiz. Odatdagiday mufradatlar bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni so'zlarning ma'nolari bilan. Ad-darsu as-salisu wal arba'un. Ya'ni 43-dars. Sahihun, ya'ni sog'lom. Asihha'u, sog'lom, ya'ni kishilar. Maridun, kasal, ya'ni bemor. Marada, bemorlar. Tabibun, doktor. Atibba'u, doktorlar, ya'ni tabiblar. Davaun, dori. Adviyatun, dorilar. Da'un, kasallik. Adwaun, kasalliklar. Shifaun, shifo. Ashfiyatun, shifo, topmoq, ya'ni. Tekshiruvdan o'tkazmoq, ya'ni tekshiruvdan o'tmoq. Muayyana, ya'ni tekshirmoq, ya'ni shunaqa. Muayyana deyilarkan. Ayana, ko'rdi, ya'ni kuzatdi, ko'rdi, ya'ni tekshiruvdan o'tkazdi. Yuayyinu, tekshiruvdan o'tkazadi. Ayin, tekshiruvdan o'tkazdi, ya'ni. Yo'liqmoq, yo'liqmoq yoki duch kelmoq, duchor bo'lmoq. Isobatun, bir narsaga yo'liqmoq yoki duchor bo'lmoq isobatun deyilar. Asoba, duchor bo'ldi yoki yo'liqdi. Yusibu, duchor bo'ladi. Asib, ya'ni duchor bo'l degan. Iddatu ayyamin, bir necha kun. Asna'a, orasida, ya'ni o'sha vaqtda. Asna'a, orasida yoki o'sha vaqtda degan. Mustashfa, nima? Shifoxona. Mustashfayatun, ya'ni buni ko'plik sig'asi, shifoxonalar. Lam yaktub, yozmadi. Saydaliyatun, saydaliyatun, apteka. Ajzoxona deyilar ekan. Ajzoxona ham nima degan ekan? Dorixona degan ekan. Xo'p. Isti'mol qilmoq, nima degani? Isti'malun. Isti'mol qildi, istamala, isti'mol qiladi, yastamilu, istamil. Isti'mol qil degani. Borxo'y qaytib mana arabcha matnlarni o'zbekchaga tarjima qilamiz. Nima? Ana sahihun, men sog'lomman. Va anta maridun, sen kasalsan, ya'ni sen kasalsan degan. Abdulloh sahihun, Abdulloh nima? Sog'lomdir. Va akhuhu Abdurrahim maridun, va uni ukasi yoki akasi Abdurrahim nima? Kasaldir. A'ta at-tabibu al-marida dawa'an, tabib, ya'ni doktor kasalga a'ta degani berdi nimani? Dawa'an, ya'ni dorini. Ayna yuba'u al-adwiyatu, dorilar qayerda sotiladi? Fi as-saydaliyati, aptekada. La tadhaku athna'a ad-dars, ya'ni dars vaqtida kulmanglar. Marida Uthmanu 5 ayyamin, ya'ni Usmon 5 kun kasal bo'ldi. Falam yadhhab fi athna'iha ila al-madrasati, ya'ni 5 kun ichida nima? Falam yadhhab fi athna'iha ila al-madrasati, ya'ni kasal bo'lgan muddatida 5 kun ichida madrasaga bormadi. Istamil ad-dawa'a idha kunta maridan, ya'ni agar kasal bo'lsang dorini iste'mol qil. Zahaba tilmizun ila nahrin fi yawmin baridin, ya'ni o'quvchi sovuq kunda qayerga? Daryoga bordi. Faghtasala hunaka, u yerda nima qildi? Yuvindi, ya'ni. Fa asabahu maradun, unga nima tegdi? Kasal bo'lib qoldi, kasallik tegdi. Fa akhadhuhu ila al-mustashfa, so'ngra uni qayerga olib bordilar? Kasalxonaga olib bordilar. Fa ayanahu at-tabibu fa kashafa da'ahu fa a'tahu dawa'an, uni tabib ko'rdi, nazorat qildi. Undan so'ngra nima berdi? Unga davo, ya'ni dori berdi. Fa baqiya at-tilmizu maridan ala firashihi, ya'ni o'quvchi nimada? O'sha uyda, ya'ni ala firash, ya'ni uyda demoqchi. Iddati ayyamin, mana qarang. Ya'ni o'quvchi maktabga bora olmay, ya'ni uyda bir necha kun kasal holatda, ya'ni qoldi. Va kana yabki kaseeran, ko'p yig'lar edi. Ba'da 3 asabi'a, 3 haftadan so'ngra. Usbu'un, bilasizlar, usbu', ya'ni bu nima degani? Usbu' bu hafta degani. Asabi' uni ko'pligi. Ba'da 3 asabi'a, ya'ni 3 haftadan so'ngra. Shufiyat tilmizu,
o'quvchi shifo topdi. Nimadan? Min maradihi, kasalligidan. Va zahaba ila al-madrasati, so'ngra madrasaga bordi. Hal sa'alta al-muallima, muallimdan so'radingmi nima haqida? An hadhihi al-mas'alati as-sa'bati, bu qiyin mas'ala haqida. As-sa'ba qiyin degan. Xo'p. La, yo'q. Ma sa'altuhu, so'ramadim. Lima lam tas'alhu, nima uchun so'ramading? Kana yajibu alayka, senga vojib bo'lardi, senga shart ediki nima? An tas'alahu anha, bu mas'ala haqida so'rashlik. 43-mashq. Bu kasaldir, bu kasaldir. Hada maridun, hada maridun. Bu sog'lomdir. Hada sahihun, bu dori achchiqdir. Hada ad-dawa'u murrun, hada ad-dawa'u murrun. Dori qayerda sotiladi? Ayna yuba'u ad-dawa'u, ayna yuba'u ad-dawa'u. Dorixonada. Fi as-saydaliyati, qayerga ketyapsan? Ayna tadhhabu, ila ayna, ila bilan aytsak yaxshiroq bo'lardi. Ila ayna tadhhabu, dorixonaga. Ila as-saydaliyati, doktor kasalni tekshiruvdan o'tkazdi, ya'ni doktor kasalni tekshiruvdan o'tkazdi. Ad-doktor ya'ni ayana al-marida yoki ayana at-tabibu al-marida, ayana at-tabibu al-marida desak, xo'p, dorini iste'mol qil. Istamili ad-dawa'a, nimani? Istamili ad-dawa'a, dorini iste'mol qil. Xo'p, Salim bugun madrasaga bormadim. لم يذهب سليم إلى المدرسة اليوم. لم يذهب سليم إلى المدرسة اليوم. من صغلم من أنا صحيح. فريد كسل. فريد مريض. فريد مريض. بر نيتش كن كسل بلدم. مرضت عدة أيام. مرضت عدة أيام يعني بر نيتش كن عدة أيام dediga lug'atda berildi, ya'ni kasal bo'ldim, maridtu, ya'ni Alloh o'zi asrasin. Shunaqa maridtu iddata ayyam deyiladi arab tilida. Kasal shifo topdi. Shufiya al-maridu, shufiya al-maridu. Kasalxonaga bordim. Zahabtu ila al-mustashfa. Kasalxona nima dedik? Mana yuqorida ham mustashfa degan shifoxona, kasalxona, shifoxonaga bordim, ya'ni zahabtu ila al-mustashfa.